Bu G63 AMG tayyor sotib olinmagan, detallab zavoddan yig'ilgan. Har bir opsiya shaxsan biz tomonidan tanlangan. Har bir santimetrida did, hisob va status. Keling ko'rib chiqamiz, qanday opsiyalari bor va qaysi biri qancha turadi. Birinchi navbatda avtomobilimizning rangi Manufacture Green Hell Magno 8700 euro. Mashinada AMG Night paket bor, bu 2700 euro va qo'shimcha ravishda karbon paket ustida 9400 euro. Salon Manufacture seriyasi. Asl nappa charmdan tikilgan. Rulda karbon va alcantara kombinatsiyasi. Dekorativ stavkalar to'liq karbon. Qiymati 10.000 euro. Akustika Burmester. To'liq komplekt. 360 gradusli, toza va chuqur ovoz. Orqa passajirlar uchun monitorlar o'rnatilgan. Narxi 3560 euro. AMG Performance paket 11000 euro. Unga kiritilgan A22 AMG Active Ride Control, intellektual podveska, quvvat, boshqaruv va barqarorlik maksimal darajada. Beskluchovoy dostup, Keyless Go funksiyasi 1880 euro. Bu shunchaki standart belik emas, bu A bozor premium. Sizni didingiz va uslubingiz uchun yig'ilgan maxsus konfiguratsiya. Har bir element tanlov emas, afzallik.